Ushbu biogaz qurilmasining ishlash prinsipi va umumiy texnologiyasi bizga avvaldan ma'lum. Shu sababli vaqtingizni tejash maqsadida loyihamizga kiritilgan asosiy takomillashtirishlar haqida qisqacha, ammo batafsil ma'lumot beramiz. Amaldagi biogaz qurilmasidan foydalanish jarayonida asosiy muammolardan biri xomashyo organik chiqindilarning tabiiy parchalanish jarayoni sekin kechishi va buning natijasida gaz hosil bo'lishi uchun ko'p vaqt talab etishidir. Ushbu jarayonda substratning bir tekis aralashmasligi metan hosil qiluvchi organizmlarning faoliyatini kamaytiradi hamda umumiy samaradorlikni kamaytiradi. Mazkur muammoni bartaraf etish maqsadida biz biogaz qurilmasi konstruksiyasiga maxsus mexanik aralashtirgich tizimini joriy etdik. Aralashtirgich yordamida xomashyo doimiy ravishda bir xil holatda aralashtirib turiladi. Bu esa fermentatsiya jarayonini tezlashtiradi, mikroorganizmlarning faoliyatini faollashtiradi, gaz hosil bo'lish tezligini oshiradi, umumiy ishlab chiqarish vaqtini sezilarli darajada qisqartiradi. Natijada biogaz olish jarayonining samaradorligi ortib, vaqt tejalishiga erishiladi. Shuningdek, aralashtirgichni elektr energiyasi bilan ta'minlash masalasiga ham ekologik va iqtisodiy jihatdan maqbul yechim topildi. Qurilma uchun zarur bo'lgan energiya quyosh panellari orqali olinadi. Bu esa muqobil qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish imkonini beradi. Natijada tashqi elektr tarmog'iga bog'liqlik kamayadi, ekspluatatsiya xarajatlari qisqaradi, atrof muhitga salbiy ta'sir minimallashtiriladi. Xulosa qilib aytganda, taklif etilayotgan modernizatsiya biogaz qurilmasining samaradorligini oshiradi, vaqt va energiya tejamkorligini ta'minlaydi hamda ekologik barqarorlikni kuchaytiradi.